Boy aka $6000 pulim bor, o'g'ilchaga bitta mashina qilib bersam bo'ldi deyapsizmi? Ozgincha shoshmay turing. Men sizga $5950 ga tayyor biznes sotmoqchiman. Lokatsiya ham juda shirin, Sergelida, Tolariq metroga yetmasdan. Yo'lda birinchi qatorida shunaqa narsa qatta bor. Arzonga qo'yibsizlar. Narxiga arzimaydi deyotgan bo'lsangiz adashasiz. 50 milliondan oshiq tovarimiz bor. Yana katta xolodilnik sizga qoladi. Konditsioner, to'rtta kamera, kompyuter, qator polka aylanasiga stelajlar. Boy aka, siz uchun orqa tomonimda sklat ham bor. O'g'ilchaga olib bersangiz 1 yildan keyin siz olib beraman degan mashinani o'zi oladi. Chunki stelajlarda oddiy suvlardan qimmat suvlargacha, tagliklari jetski pitaniya yoki parashoklargacha turibdi. Ro'zg'or uchun nima kerak bo'lsa, o'sha narsa bor. Polkada pompini ko'rmadim. Agar siz sotib olsangiz, pompini ham qo'yib Saudiyangiz uchib ketadi. Akani $5950 ga qo'llarimni silta yurib, kalla qo'yib yurib, zo'rg'a ko'ndirib oldim. Qattiq ekanlar. Siz shundan foydalaning. 2026 da biznes qilaman deganlarga jo'natib, like bosib qo'ying. Xizmat bo'lsa, mana shunaqa bizneslarni oqtarib yuribmiz.